Parpiva Mohira O'ngbayevna 1975-yil Samarqand viloyati Ingichka qo'rg'onchasida dunyoga kelganman. 18 yoshimda shu zavodga kimyo tahlil bo'yicha laborant bo'lib ishga kirdim. Ancha analizlar o'rgandim, tahlil qilishlar o'rgandim. Keyin 2008-yil shu hozirgi ishlayotgan gidrometeorologiya sexining molibden yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish sexiga laborant bo'lib ishga jo'natishdi. 2013-yilgacha laborant bo'lib ishladim. Keyin 2013-yildan muhandis-texnolog lavozimiga o'tdim. O'shandan buyon hozirgi kungacha texnolog lavozimida ishlab kelaman. Vazifam sexga kelgan har bir xom ashyodan tortib, tayyor mahsulot molibden tuzlarini chiqazgunimizcha bo'lgan jarayonni, ketgan xarajatlarini, sifatini, shu hammasini tekshirib borish. Oyning oxirida hisob-kitoblar qilib, hisobot topshiraman. Qiziqish bo'lganmanda. Men qiziqqanman, keyin bu yerga institutga topshirganimdan keyin bu yerga ishga kiraman deb o'ylamaganman. Kechki bo'lganligi uchun o'sha soha bo'yicha ishga kirish kerak bo'lganda, keyin keldim, lekin men rosa xursandman mana shu yerda ishlaganimdan. Chunki menga yengilda. Lekin yangiliklar har doim bo'lib turadi. Har doim yangiliksiz bu ish bo'lmaydi. Baribir yangiliklar, masalan, xom ashyolarimiz o'zgarib turibdi. Rejalarim, oylik rejalarimizni 100% oshig'i bilan bajarsak, rosa xursand bo'lib ketamiz. Mana bajardik. Bizda xavfsizlik choralari juda ham muhim. Bizda kelayotgan kimyoviy, masalan, nitrat kislotasi bor, ammiakli suv bor. Bular hammasi truboprovodlarda keladi. Ular bilmagan holda, masalan, bilmagan odam ventilni ochib qo'ysa, oldinda ishlayotgan ishchilarga xavf solishi mumkin. Masalan, ammiakli suvlar sirasi odamni bo'g'adi, nitrat kislotasi kuydiradi. Shulardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Meni rivojlanishimda shu ustozlarimni juda mehnati katta. Nataliya Alekseyevna Bashlikova, Ruzmatova Mukarram Tursunbayevna, Shonnazarov Farhod Urmonbayevich, ular meni har doim kunligimni tekshirib turadilar. Har kuni. Bular hammasi mening ustozlarim. Harakat qilamiz seximizni rivoji uchun, chiqazayotgan mahsulotlarimizni sifatli chiqazishimiz uchun. 3 ta farzandim bor. 2 ta qizim bor, 1 o'g'lim. Hozir ikkalasi ham institutda o'qishadi. Men bolalarimni hammasini o'qimishli, ziyoli qilib tarbiyalashni xohlayman. Odamlarga kerakli bu inson bo'lishini xohlayman farzandlarimni. Men ishimni yaxshi ko'rganimdan har kuni kelishni xohlayman ishga. Ko'z ostimda bo'lishini xohlayman hamma narsani. Qiyin jarayon o'zi eng boshida asosan 70% olmasak, keyin olishimiz qiyin bo'ladi-da ish jarayonida. Agar imkoniyati bo'lganda Reni bilan ishlab ko'rardim. Hamma narsaga qiziqib ko'raman. Badiiy kitoblar ham o'qiyman. 2 ta nevarim bor. Ularga qarayman. Turmush o'rtog'im ham mana shu kombinatimizda ishlaydi. Yaxshi tomoni, men o'z ishimni biladi. Men uyda ham gaplashib, bahslashishimiz mumkin. Qayerda xato ketayotganini ham, masalan, protsessda biz uyda ham gaplasha olamiz. Menga maslahat berishi mumkin. Mana shu yerda shunaqa ketyapti. Shunga e'tibor ber, e'tiborliroq bo'l deb aytish mumkin. Omad ham kerak, joyida harakat ham qilish kerak. To'xtab qolish kerak emas-da. Ikkalasi ham kerak. 2019-yilda Konchilar shuhrati medaliga unvoni bilan taqdirlashdi. Xursandman. Shunday unvonga meni tatbiq qilishganligi uchun.